Abdurahmon Jomiy hamda Alisher Navoiy haykali 70-yillar atrofida Samarqand shahrining 2500 yillik munosabati bilan Vladimir Leninov va Husniddin Xo'jayevlar hamkorligida haykal yaratilgan edi. Shunaqa bir taklif tushdiki, o'sha haykalni tiklashni o'zing boshchilik qilib, haykaltaroshlarni yig'ib, birgalashishda, hamkorlikda o'shani tiklash menga yuklatildi. Men o'sha haykalni borib, tekshirib ko'rib, ba'zi bir transport bu yoqdan bu yoqqa ko'chirish paytida qo'li bir-ikkita joylari sidib ko'chgan. Buni tiklashga ham biz bir 10 kun ishladik guruhimiz bilan hamkorlikda. Hammasini oldingi suratlarni topdik, o'shalarga qarab ta'mirlab qo'ydik. Bir katta bir ijodiy asarni yana qaytadan tiklanishi butun xalqimizga, samarqandliklarga, O'zbekiston va tojik xalqiga ham qancha kelib tomosha qilib o'zlarining xursandchiliklarini aytib ketishyapti.